بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrohmanirrohim. Qimor. Qur'onda qayd etilgan, oyatda aytilgan maysir so'zi qimor degan ma'noni bildiradi. Bu haqida tafsir ahli ittifoq qilgan, sahobalardan ham mana shu narsa naql qilingan. Imom Tabari Ibn Kasir rivoyat qilishadi Abdulloh ibn Umardan. Bu sahoba aytadiki, maysir qimordir. Ibn Abbos aytadi, maysir qimordir. Demak, Qur'ondagi oyatda kelgan maysir so'zining ma'nosi qimor bo'ladi. Qimorning haromligiga o'tgan darsda Qur'on oyatlaridan dalillarni keltirdik. Mana endi qimorning haromligiga sunnatdan dalil. Burayd ibn Husayb roziyallohu anhudan bu hadis Imom Muslimning sahihlarida keltiriladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man la'iba bin nardashir فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَدَمِهِ." Kim narda o'ynasa, go'yo cho'chqaning go'shti va qoniga qo'lini botirgan kabidir. Narda harom. Puldan o'ynaysizmi, vaqt o'tkazgani o'ynaysizmi, narda harom. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhudan: "Man la'iba bin nardi faqad asalloha va rasulahu." Kim narda o'ynasa, tahqiq Alloh va uning rasuliga osiy bo'pti. Mana shu tuppa-tuzuk namoz o'qiydigan yosh katta odamlarni qarasangiz, namozdan bo'shagan vaqtda chiqib olib, ana shu daraxtda kechgacha narda tashlab o'tiradi. Harom. Masalul ladzi yal'abu bin nardi thumma yaqumu yusalli, masalul ladzi yatawaddau bil qayhi va damil khinziri thumma yaqumu yusalli. Endi o'shaqalar qanaqa bo'ladi? Narda o'ynaydigan namozxonlar. Rasululloh aytadilar, nardani o'ynab, keyin turib namoz o'qigan kimsaning misoli yiring va to'ng'izni qoni bilan tahorat olib, keyin namoz o'qigan kimsaning misoli kabidir. Imom Ahmaddan bu hadis. Qimor o'ynab turib, keyin namoz o'qigan odamning misoli ham shunaqa bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man halafa faqala fi halifi billati val uzza falyaqul la ilaha illalloh." Qimor o'ynashmas. Qimor o'ynashni taklif qilish ham gunoh. Rasululloh aytadilar: "Kim qasam ichsa, qasamida Lot bilan Uzzoga qasam desa, darhol la ilaha illalloh desin." Chunki islomdan avval arablar Lot va Uzzoning nomiga deb qasam ichishar edi. Lot bilan Uzzo o'zlarini sig'inadigan butlar edi. Hadisni davom etamiz. Va man qala li sohibihi ta'ala uqamik falyatasaddaq. Endi kim o'zini do'stiga "Ke, bir qimor o'ynaymiz" deb taklif qilsa, mana shu so'zi uchun sadaqa qilsin. Tavba qilsin va sadaqa qilsin. Qimor o'ynashda taklif qilishlikni o'zi gunoh. Tushunarlimi? Shu darajada og'irki, o'ynayman deyishlik mana shu so'zini o'ziga kafforatni taqozo qiladi. Qimordan topilgan pul harom. Qimordan yutib olingan pul harom. Uni bola-chaqaga yegizish keyinchalik qanaqa achinarli natijalarga olib kelishligini tushunish qiyin emas. Qimordan yutilgan pul harom. Harom pulni sadaqa qilib bo'lmaydi. Nima qilish kerak uni? Kimdan yutib olgan bo'lsa shu qimorboz egasiga qaytarib berish kerak. Agar o'lib ketgan bo'lsa, topa olmasa merosxo'rlarga berish kerak. Agar merosxo'rlarni ham topa olmasa, kambag'al bechoralarga sadaqa qilib olish kerak. Ana shu pul egasining nomidan o'tadi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan: "Innalloha harrama alaykumul khamra wal maysira wal kubata."
Payg'ambarimiz aytibdilar, Alloh sizlarga xamr, aroqni, qimorni va nardani harom qildi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir qancha hadislaridan ma'lum bo'ldiki, qimor, narda harom ekan. Endi ijmodan dalil. Biz qimor degan mavzuni ochishligimizga sabab mana bu qo'limizdagi telefon orqali ayollar qimorga chalinib qolyapti. 1000 so'm, 2000 so'm yutkizganda bilinmas ekan, tillasini sotib, cho'ntagida puli bilan hisob kitob qilaverar ekan. Endi 100 minglab, millionlab qarzga kelib ketgandan keyin fosh bo'lib qolyapti, oilalar buzilyapti. Uyida o'tirgan ayollar telefon orqali qimor o'ynayapti. Bu darslarimiz orqali shu narsani aytmoqchimiz odamlarga. Ayollar uyida o'tirib qimor o'ynab qo'yapti. Qimorning haromligiga ijmodan dalil. Ijmo nima? Muhammad alayhisalomning ummatidan bo'lgan mujtahid olimlarning bir masaladagi yakdil fikri ijmo deyiladi. Ijmo hujjat bo'ladi. Chunki Qur'onda yo'q, hadisda aytilmagan yangi mavzular chiqqan bo'lsa, ijmo, mujtahid ulamolar yig'ilib turib, Qur'on va hadisga asoslangan ilmga tayanib, ana shu narsani halol yoki harom deb beradi. Ijmo ulamolarning, mujtahidlarning fatvosi 3-manba hisoblanadi dalilda. نقل الإجماع على ذلك الجساس وابن بطال وابن عبد البر وابن العربي والقرطبي وابن حجر والعيني. Mana shu ulamolar hammasi qimorni harom ekanligiga ijmo qilishgan. Sahobalar davrida qimor bo'lganmi? Bo'lgan. Hozirgi davrni o'ziga mos qimori bo'lgandek, u davrda ham o'ziga mos qimori bo'lgan. Ular tuya qurasi, xo'roz urishtirish, kaptar uchirish, shunga o'xshagan narsalarga pul tikishardi-da, shundan qimor qilishardi. Shuning uchun to'rttala mazhabda qimor maqsadida hayvonlardan foydalanishlik mutlaqo harom bo'ladi. Birodarlar, cho'ntagimizdagi telefon yo biz uchun tinimsiz yaxshilik keltiradigan xayriyat manbasi bo'lishi mumkin, yoki buni ziddi bo'lishi mumkin. Ayollarimiz, bolalarimiz nima o'ynayotganiga bir qarab qo'yish kerak. Ayollar qaysi guruhlarga qo'shilib qolgan ijtimoiy tarmoqda bunga qarab qo'yish kerak, befarq bo'lmaslik kerak. Qimor. Qimorning zararlari. Qimorning diniy, ijtimoiy va tibbiy zararlari bor. Diniy zararlari. Birinchidan, qimor gunoh kabira. Qur'onda ochiq bayon qilindi, hadislarda ochiq bu narsa aytildi. Ikkinchisi, qimor shirk va aroq bilan birga zikr qilindi. Bu ham bu gunohning qanchalar og'ir ekanligini bildiradi. Uchinchidan, rijz, nopoklik, najosat insonning ichiga ham, botiniga ham, zohiriga ham, tashiga ham ta'sir qiladi, zarar yetkazadi. To'rtinchidan, shaytonning ishi. Modomiki shaytonning ishimi, bu ish hech qachon odam bolasiga foyda bo'lishi mumkin emas. Beshinchidan, qimor zikr va namozdan to'sadi. Oltinchidan, qimor harom molga yo'l ochadi. Yettinchidan, qimorbozning adolati yo'qoladi. Ijtimoiy zararlari. Qimor adovat va nafrat keltiradi. Odamlar orasida dushmanchilik, bo'linishlik paydo bo'ladi. Ikkinchidan, jinoyatlarga yo'l ochiladi. Mana shu qimordan qarz bo'lib qolgan odam qarzini uzish uchun o'g'irlik qiladi, firibgarlik qiladi, hatto qotillikkacha borishi mumkin. Uchinchidan, oilalar vayron bo'ladi. Qimor o'ynagan odamni mana shu o'ynagan qimori ko'plab jinoyatlarni qilishga undaydi. Ayniqsa yutkizgan bo'lsa, ana shu yutqizig'ini uzishlik uchun boyaga biz aytayotgandek firibgarliklarga yo'l qo'yadi. Iqtisodiy zararlari. Qimor halol mehnatdan to'sadi. Insonni ikkinchidan omadga, tasodifga bog'laydi qalbini. Iqtisodchilarning nazarida qimor iqtisodiy inqiroz bo'ladi. Tibbiy zararlari. Tabiblarning aytishicha, qimor o'ynaydigan odamda, qimorvoz odamda og'ir turdagi, quyidagi kasalliklar ko'p uchraydi. Doimiy asabiylik, shizofreniya, umidsizlik, vahima, aql ketishi,
psixologik kasallarda bu. Bundan tashqari, ana shu qimor insonni ba'zan o'zini joniga qasd qilishigacha olib boradi. Qimor. Kitobdan, sunnatdan, ijmodan qimorning harom ekanligiga dalillar keltirdik. Endi qimorni mana shu to'rala mazhabdagi hukmi. To'rala mazhabda nima deyilgan? Hanafiy mazhabi. Qimor katta gunoh. Uning egasi fosiq bo'ladi. Fosiqning guvohligi esa qabul qilinmaydi. Badoi sanoyi Raddul Muxtorda. Maliki mazhabi. Qimorbozning shahodati rad etiladi, chunki u fosiq va ishonchsiz, g'ayri mo'tabar hisoblanadi. Mavohibul Jalil, Muxtasarul Halil kitoblaridan. Shofiy mazhabidan qimor fosiqlik sababi, guvohligi esa faqat adolatli kishidan qabul qilinadi. Qimorbozning guvohligi rad etiladi. Majmu Nihoyatul Muhtoj kitoblaridan. Hanbaliy mazhabi qimorvoz fosiq bo'lgani uchun uning guvohligi qabul qilinmaydi. Al-Mughnidan. To'rala mazhabda qimor haromligi va qimor bilan mashg'ul bo'lgan qimorvozning guvohligi qabul qilinmasligi aytildi. Qimorvozning guvohligi rad etiladi. Nima degani bu? Unday odam odob axloq me'yorlariga amal qilmaydi. Chunki uni nazdida ma'naviy boylik hisoblangan axloqni zig'irchali ahamiyati bo'lmaydi. O'sha qimorning ustiga kelganda aqlini yo'qotib qo'yadiki, tikish mumkin bo'lmagan narsalardan tikib yuboradi. Qimorbozning guvohligi rad etiladi. Endi bir odam qimorvoz bo'lsa, demak adolati yo'q odam deyilar ekan. Uni guvohligi qabul qilinmas ekan. Qayerda? Qozini oldida guvohlik bersa o'tmaydi. Hukm chiqarishda, biron bir hujjatni tasdiqlashda yoki boshqa shariat talab qiladigan guvohlik holatlarida qimorbozning guvohligi qabul qilinmaydi. Ya'ni uni aytgan gapi, ko'rgan voqeasini tasdiqlashi, hujjatga imzo chekishi yoki sudda guvohlik berishi hisobga olinmaydi, rad etiladi shariatimizda. Islom fiqhida guvohlik, shahodat uchun, guvohlik uchun adolat shart bo'ladi. Mushtahidlarning ijmosiga ko'ra, fosiq odamning guvohligi qabul qilinmaydi. Xo'p. Qimor bilan shug'ullanib yurgan odam shar'iy mahkamada, nikohda, taloqda, mol va mulk nizolarida guvoh sifatida ishonchli hisoblanmaydi. Ammo bu degani uni iymoni ketdi degani emas. U kofir bo'ldi degani emas. Hech qachon ishonchli bo'la olmaydi degani emas. Agar qimorvoz tavba qilsa, adolat holatiga qaytadigan bo'lsa, ba'zi ulamolarning so'ziga ko'ra guvohligi qabul qilinishi mumkin. Lekin umumiy hukm qimorvozni guvohligi qabul qilinmaydi. Qimorvoz pul uchun qimor o'ynaydimi? Qimor pul uchun o'ynaladimi? Qimorvoz uchun eng qadrli narsa bu qimorning o'zi. Qimor jarayoni. Pulni o'zi maqsad emas qimorvoz uchun. Chunki mana hozir aytib o'tdik, chunki millioner bo'lgan, milliarder bo'lgan odamlar mana shu ko'rasizlar, katta-katta mamlakatlardagi kazinolarga borib o'ynab kelishadi. Millionerlar, milliarderlar nima uchun qimor o'ynaydi? Axir ularda pul yetarli-ku. Qimor o'ynashga undaydigan asosiy omil bu adrenalin va dopamin moddalari. Mana shu gormonlarning ta'siri. Qimorbozlar pul yutishdan ko'ra o'yin jarayonidagi xavf, hayajon va ana shu yutib olsa g'alabadan keladigan kuchli euforiya hissini qaytadan his qilish uchun boradi. Agar qimorbozda asosiy maqsadi pul bo'lganda, ana shu katta pulni yutganidan keyin qayta o'ynamay qo'yish kerak. Shu katta mamlakatlardagi kazinolarda jackpot deydi. To'planib turadi, bittasiga chiqib qoladi. 100 million dollar yutdi deydi. Shu bilan ketdimi u pulni olib? Yo'q, yana qaytib keladi. Yana qaytarib aytamiz, agar qimorvoz qimor o'ynashdan maqsadi pul bo'lganida, o'sha bo'yiga katta miqdordagi pulni yutgandan keyin qaytib qimor o'ynamay